2023-yil Urganch shahrida zamonaviy loyiha asosida 300 o'rinli Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litsey barpo etilib, faoliyati boshlangan edi. Qisqa davr ichida ushbu ta'lim dargohi qator yutuqlarga erishdi. Tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Urganch shahrida joylashgan Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyi ushbu ta'lim dargohi yiliga 150 nafar o'quvchini qabul qiladi. Xorijiy tillar va zamonaviy axborot texnologiyalari chuqurlashtirilgan holda o'qitilib, yurtimizdagi oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalari uchun munosib nomzodlar tayyorlanadi. O'quvchilar kiyim-bosh, yotoqxona hamda 4 mahal issiq ovqat bilan bepul ta'minlanadi. Bu yerdagi akademik muhit, yaratilgan sharoitlar va ta'lim sifatini o'quvchilar tomonidan qo'lga kiritilgan yutuqlar ham tasdiqlaydi. Harbiy akademik litseyga kirishim bilan meni o'ziga tortgan narsa bu yerda o'rnatilgan sertifikatlar burchagi bo'ldi. Hozir bu yerda 102 ta turli fanlardan qo'lga kiritilgan milliy va xalqaro darajadagi sertifikatlar bor. Eng qizig'i esa bular faqatgina birinchi kurs o'quvchilari tomonidan ilk semestrda erishilgan yutuqlar, ikkinchi kurslarniki esa bundan-da ko'p. Hozirda ikkinchi kursda 147 nafar o'quvchi tahsil oladi, lekin ularni mana ko'rib turganingizdek 258 ta sertifikatni qo'lga kiritganlar. Matematika fanining o'zidan 121 ta, fizika fanidan 97 ta, ingliz tili fanidan 21 ta, tarixdan 6 va ona tili fanlaridan 13 ta sertifikatni qo'lga kiritgan. O'tgan yilda ham birinchi qaldirg'ochlarimiz litseyni tugatgan. Bulardan 98% o'qishga kirish natijasiga erishganmiz. Bularning talayginasi oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishgan. Ta'lim muassasasida zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan 24 ta o'quv sinfi, 4 ta fan multimedia laboratoriyasi, muzey, maxsus o'q otishxonasi, 15 mingga yaqin badiiy va elektron adabiyotlarni o'zida jamlagan axborot resurs markazi mavjud. Shuningdek, o'quvchilar o'rtasida faollikni oshirish, tahliliy fikrlash va yetakchilik xislatlarini shakllantirish maqsadida Zakovat intellektual o'yini, insholar tanlovi va kitobxonlik kechalari doimiy o'tkazib kelinadi. Mudofaa vazirligi tasarrufida bo'lgan ushbu harbiy akademik litseyda o'quvchilarning jismoniy chiniqishiga ham alohida e'tibor qaratilib, sharq yakkakurashi, qo'l jangi, voleybol, futbol va basketbol kabi sport to'garaklari yo'lga qo'yilgan. 2 yildan beri shu litseyda tahsil olib kelmoqdaman. O'qish davomida fizika fanidan B darajada, ingliz tilidan B2 darajadagi sertifikatlarim bor. Bundan tashqari, sportning Usmonov Combat System turidan 2023-yilda bo'lgan respublika musobaqasida chempion bo'lib, shu 2023-yil yana Osiyo kubogida birinchi o'rinni egallaganman va hozirga kelib 2025-yil bo'lgan Osiyo chempionatida faxrli ikkinchi o'rinni egallab, yurtimiz bayrog'ini yana balandroq ko'tarib kelmoqdaman. Kelgusida Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti Harbiy aviatsiya institutiga topshirmoqchiman. Yetuk ofitser bo'lib, vatanimga sadoqat bilan xizmat qilishda davom etamiz. Bugungi raqamli dunyoda malakali kadr bo'lib yetish uchun zamonaviy texnologiyalarni mukammal bilish zarur. Ta'lim dargohida yo'lga qo'yilgan robototexnika va IT to'garaklari ham ayni shu maqsadga xizmat qiladi. Bu yerda 60 nafarga yaqin o'quvchi haftasiga 3 kun shug'ullanmoqda. Ustozim bilan birgalikda dron yasadim. Ko'rishingiz mumkin, tepasiga kamera o'rnatilgan. Kamera orqali ma'lumot olsak bo'ladi. Dron uchirishda biz 3 bosqichda bo'lamiz. Birinchi bosqich simulyator. Biz simulyator bosqichidan yaxshi natija ko'rsatib o'tganimizdan keyin mana qo'limda yengil dronni uchirishga o'tamiz. Men yasagan dron 30-25 metr yuqoriga ko'tariladi va uchish uzoqligi 100-150 metrga ucha oladi. Dronni yaxshi uchirib, yaxshi natija ko'rsatganimizdan keyin yuk tashiydigan katta dronlarga boshqarishga o'tsak bo'ladi. Jaloliddin Manguberdi nomidagi Harbiy akademik litseyi birinchi bosqich o'quvchisiman. Qiziqishlarimdan kelib chiqib, robototexnika to'garagiga qatnashaman. Bu to'garaklarda men ko'plab narsalar yasaganman, ustozim bilan birgalikda. Bulardan bittasi qo'limda turgan bu mashina. Bir hafta davomida yasadik. Inson ong'isiz boshqariladi. Oldida ikkita sensori bo'lib, oldida turgan to'siqni sezib, unga tegmasdan harakatlanish uchun mo'ljallangan. Bu mashinani asosan harbiy sohada ma'lum bir masofaga yuk tashish maqsadida foydalanishimiz mumkin. Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litsey bitiruvchilariga qurolli kuchlar tarkibidagi oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda test sinovidan o'zi to'plagan ballning 30% miqdorida, respublikamiz oliy ta'lim muassasalariga esa 15% miqdorida ball beriladi.